Hop, salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu parkovkani hozir ishlaydigan joy turibdi. Tozalab chiqishimiz kerak bo'ladi. Tak. Mana shu yerni oxirigacha polniy. Примерно bir 100 metrlar oshiqdi. Mana shu polniy tozalab chiqishim kerak. Qo'llab-quvvatlab tursanglar xursand bo'laman, o'rtoqlar. Bosamiz. Mana bizda hozir obedga chiqib ketyapman. Soat 2 bo'ldi. Rossiya vaqti bilan 2:00. Hozirgacha 10 da boshlagan bo'lsam 4 soatda hop mana bitta mesda mana shu yergacha tozaladim. Mana 3 ta mesda tozaladim. Polniy mana oxirigacha. Xudo xohlasa endi 2 soat obed qilib olamiz, keyin kechga narigi tomonga o'tamiz. Narigi tomon o'tamiz. Hammaga rahmat. Obeddan keyin ko'rishguncha. Soat 6 bo'ldi. Ish tugashiga 2 soat qoldi. Hozir mana o'tiribman, ishda ozgina dam olay deb. Hech kim yo'q, parkovkada o'zim yolg'iz. Boya narigi tomonni qilgandim, narigi tomonni. Hozir o'zimman o'tiribman. Betga o'tganimga 3 kun bo'ldi. Betga nimaga o'tkazib yuborishdi meni? Aqda tepada food courtda ishlayapti o'g'lim. Betga odam ishlamayapti, bu yerda o'rislar. O'shaning uchun Rossiyada odam kamayib ketdi. Bu yerda pul ozgina kamroq, o'shaning uchun ko'pchilik ishlamayapti bu yerda. Shuning uchun o'rislar ham ishlamaydi umuman, вообще. O'rislar bir kun ketib, 3-4 kun ishlab ketib yorib shunaqa. O'rislar ishlamayapti hozir Rossiyada. O'zbeklar ham kamayib ketdi. O'zbeklar ko'pu,
ishlaydigan joyi ham ko'pda bu yerda. O'rislar o'zi ishlamaydi, kamdan kam. Shunga hozir men food courtda ishlardim, tushdim pastga. Kecha 3 kun bo'lyapti. 3 kundan beri mana shu yerda холодный sovuq parkovkada ishlayapti 3 kundan beri. Xo'p. Yana bitta kadrlar olaman, kechroq. Hop, like bosib, qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Vloglar ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Rossiyani ko'rsataman, hali tashqarilarga chiqamiz. Inshaalloh. Do'stlar, mana soat 8 bo'ldi, ishim tugadi. Va uyga qarab yo'l olyapman. Xo'p, shu Rossiyada hayot shu. Ertalab yana 8 da chiqib kelinadi ishga, yana 8 da chiqib ketiladi, uyga borib ozgina yotiladi. Qachon olamiz biz, akalar? Shu ham moshina ekan, lekin ikki tomonda Mersa. Rossiyada arzon-ku. Biz ham olib qolarmiz inshaalloh mana shunaqa mashinalardan, ha? Nima deysizlar? Bu yerda O'zbekistonda anaqa emas, har xil brendlar bor. Mana qarang, Logan degan brend ham bor ekan. Qanaqa bo'ladi Logan? Logan degan brend eshitganmisizlar? Bu haqida bomba turibdi. Aynetchi. Qanday bomba? Xo'p, shu bir kunlik hayotim, vlogim shu o'rtoqlar. Akalar, ukalar, do'stlar, like bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Xudo xolasa yana videolar chiqaraman.